Voy yo'q, kunamiz ketdi. Yechinishimdan nimani sezyapsan? Nimani hidi kelyapti, bilasanmi? Bilmadim. Bilmaysanmi? Yo'q. Stroyga sezon boshlanyapti degani, bilmaysanmi? Endi stroyga sezon qilayotgan do'stlarimizga nima kerak bo'ladi? Bilmayman ekan. Shuni ham bilmaysanmi? Gazoblok kerak bo'ladi, gazoblok. Endi oxirgi savol, shuni ham bilmasang uyat endi. Endi gazoblok olmoqchi bo'layotgan do'stlarimizga nima kerak bo'ladi? Men qadam bilaman. Arzon joyi kerak bo'ladi. Oxirgi savol. Endi men qara. Eleset yama kavlamoqchisan. To'te, bol, bilaman. Nima? Kalso kerak bo'ladi. Oxirgacha bilmaysan. Kalsonda ham aksiyasi kerak bo'ladi, arzon joyi kerak bo'ladi. Assalomu alaykum, o'zimni kunlar isib, yaxshi niyatda dang'illatib stroyka sezonlarida boshlab uy quraman degan do'stlarimizga mana buni yangilik desa bo'ladi. Endi gazobloglarimiz uchun va kalsolarimiz uchun telefon nomerlari ko'rsating 0557 bilan 33 31 38 va oldidagi nomerlarga bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi va kalsolarimizni o'rnatish uchun endi yama kavlash kerak bo'ladi. Bizda qo'shimcha yama kavlaydigan ustalarimiz ham nomerlarni yozib qo'yishgan ekan. Ushbu nomerlarga zvonok qilib yerlarni kavlatasizlar va mana bu telefon nomerlariga zvonok qilib aksiyada do'stlar bo'lg'oni 1500 so'mdan 9 razmerda betondan qilingan shunaqa yamalarimiz ustiga nasatkaz, ya'ni kalso betonlarimizni ham aksiya bahoda 1500 so'mdan olsanglar bo'ladi. Va bugungi chiqarilishimizdan eng katta maqsadimiz va katta yangiligimiz, ya'ni ushbu gazobloklarimizni ham вообще center joyi ishlab chiqarish zavodiga keldi desak ham bo'ladi. Biz ayni hozir Qirg'iziston Qorasuv shahrimizda bu yog'i Ismoiliyotda yangi masjid to'g'risidagi Oqo'rgani glavniy yo'lidan bitta yo'limizdan to'g'ri chiqib kelganimizda mana bu bozor tomondagi zapravka yetmasdan eski qushxonani o'rnida turibmiz. Ya'ni Qorasuvlar yaxshi biladi. Eski qushxonamizning o'rnida ushbu akalarimiz o'zimizni Qorasuvli akalarimiz bismillah deb yaxshi niyatda sizlarning xizmatingizlarga bel bog'lashibdi. Bu yerda gazobloklarimiz ham zo'r kачествоda, razmerlari standart 60 ga 30, bu tomoni 20 bo'lgan va sizlarga yana bitta zo'r imkoniyatlari xohlagan razmerlarda mana bu yerda kesib razmerlarni o'lchab zakaz olaveramiz ekan. Bu nali ichida turgan tovarlarimiz bismillah deb shunaqa stroykalar boshlayotgan do'stlarimizga shunday bo'lgan so'nin, ya'ni pachka gazobloklarimizni sunishlaymiz do'stlar. Buni yaxshi joylari esim aytim bo'yicha, ya'ni qishda issiq bo'lar ekan, yozda salqin bo'lar ekan. Chunki aynan hozir domlarda qurilayotgan va uylarda ham bemalol qursa bo'laveradigan va sizlarga shunaqa budjetni arzon tushadigan gazobloklarimizni zo'rlarini ko'rsatib keldik. Buni endi sifatlari qanaqa desak, bemalol javobiga samarez miqlarda uradi, ya'ni bemalol olib, ushlab shunaqa Ariston, Parison, Tilizir, liboy narsani mahkam ushorat bu istanadan o'tgan deyapti. Bu yerda shunaqa qancha zakaz bo'lsa olaman deb mana ish protsesslarimiz ketyapti, akalarimiz xizmatda ekan va mana bu gazoblogimizni menga bir boshqacha tuyulgan joyi bitta shtugiga 10 kilo sement ketyapti ekan do'stlar. Bitta shtugiga 10 kilo sement bilan miqti kачествоda gazobloklarimizni zo'rlarini aytilgan nomerlarga zvonok qilib bemalol zakazdan bersanglar bo'ladi. Mana ko'rib jatasizlar, bu yerda sveji mana gazobloklarimizni ishlab chiqarish joylari, sizlarga aytib o'tgan standart razmerdan tashqari bu yerda kesib beradigan apparatlaridan xohlagan razmerlarda yana zakaz qilsanglar, zakazga ham chiqarib beramiz ekan. Va bundan sirtqari, misol uyda ishlariga, misol yengil dushovoy qilaman degan do'stlarimizga mana bunday variantda 10liklari ham bor ekan. Gipsokardon 10liga dushovoylar bemalol qursa bo'laveradigan variantlari. Xullas ko'ramiz, zvonlar qilsanglar, ham narigi koloduslarimizni aksiya bahoda 1500 so'mga qo'yib qo'ygan bo'lsak, ham bu gazobloklarning narxi qancha desam, uka deyapti egasi, cho'chimasdan aytaverib, bularni ham bozor narxidan arzon qilib, cho'ntak bob qilib beraman, telefon qilsa u yog'ini dogovor qilib, xullas cho'ntak bob qilib beraman deydi do'stlar. Xohlasangizlar o'zingizlar kelib olib ketasizlar. Bo'lib qolsa jetker beruv xizmatlari bor. Aqchasini kelishib qolsangizlar, ishxonamizning o'zining spesi, mashinalari, jetker beruv xizmati, bundan sirtqari kranlari bilan polni uylarga tushirib berishli, o'rnatib berishlari bilan shunaqa ustanovka xizmatlari delar bor ekan. Aytilgan nomerlarga chalasizlar. Biz adreslarimiz aynan Qorasuv shahrimizdagi o'sha Ismoiliyotdan to'g'risidagi Oqo'rgani glavniy yo'lidan bitta yo'ldan kelsangizlar, bu yerda stroy materiallarimiz bor ekan va oxirgi ko'rsating bozorga burilib ketib turgan Jdanimchoq bilan bozor o'rtasidagi Rossiya zapravkaga jetbey o'ng joqda Qorasuv shahrimizdagi kiribdi eski qushxonasini o'rniga kelsangizlar, ushbu ishxonamizda hammalar kutib qolamiz. Arzon bo'lgan va sapatli bo'lgan shunday betonli mahsulotlarimizni kelib bemalol bay qilib olsanglar bo'ladi. Hammamizga ham nasib qilsin. Alsat KJ kanalimiz eldin jana sizning xizmatingizda.